Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qanday qilib Ads Manager'dan tushadigan leadlarni to'g'ridan-to'g'ri Telegram botga tushadigan qilishni o'rgataman. Bu sizlar call centerlarga ham foydali bo'ladi. Agarda ularda CRM yo'q bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, boshlaymiz. Xo'p. Birinchi bo'lib mana saytga kira olamiz. Public. Bu shu hamma narsasini urab beradigan narsa, ya'ni Facebookdan tortib Telegram botgacha. Sign up for free, ya'ni registratsiya qilamiz noldan. Mendan kelgan uchun kirildi. Mana birinchisini tanlaymiz, Public Contact. Xo'p, men oldin bir nechta yaratib ko'rdim test uchun. Hammasi zo'r ishladi. Xo'p, boshlaymiz. Create. Ya'ni birinchisidan boshlaymiz. Bu yaxshiroq. Xo'p. Test uchun YouTube videoyimga bu yerga o'zinglar uchun nom qo'ysanglar bo'ladi. Men shu narsani yaxshi qaror qildim. Xo'p. Boshlaymiz. Kiramiz. Endi bu yerda birinchi, ya'ni qayerdan lead olinadi va qayerga lead tashlanadi degan narsa bor. Bu yerda Facebook, ya'ni Facebookdan olib new lead instant, ya'ni formani to'ldirishiga tashlanadigan bunaqa. Xo'p, bu yerda add new qilamiz, ya'ni yangisi Facebookda xo'p qo'shamiz. O'zimni Facebookumni qo'shaman. Facebook qo'shildi. Xo'p, endi bu yerda page name, ya'ni bu yerda sizda mavjud bo'lgan hamma shu Facebookingizga ulangan page'larda hammasi chiqarib beradi. Xo'p, Kingstonga qilib ko'ramiz. Xo'p, hamma lead forma yo'q, bizga test uchun deganimiz kerak. Test uchun biz shu leadga yoqayotgan vaqtimizda test uchun degan formamiz bor edi. Shunga davaychi qilib ko'ramiz. Xo'p, tanlandi. Xo'p, keyingi etapda biz mana bu tugmani bosamiz. Xo'p, bu yerda aytyapti, you will need to generate sample submission of your lead. Bu yerda aytyaptiki, biz ya'ni test sifatida anaqani shu formamizdan o'zimiz to'ldirib ko'rishimiz kerak. Xo'p, bu tugmaga bosamiz. Bu yerda sal pastroq tushadigan bo'lsak, link bor, ya'ni now you will be required to make a sample submission for your lead gen form you have selected, ya'ni bu yerdan bosamiz. Xo'p, mana o'yin ochiladi. Bu yerdan yana xuddi anaqani tanlaymiz. Xo'p, bu yerda biz test uchun formani to'ldiramiz. Xo'p, ismingiz Muhammad Ali, telefon raqamingiz, o'zingiz haqingizda ma'lumot, ismim yana telefon nomer, bu ma'lumotlarni jo'natish. Bu ma'lumotlar jo'natildi. Biz bu yoqqa o'tamiz. Xo'p, mana ko'rib turganinglardek ma'lumotlarim keldi formada. Ismingiz Muhammad, o'zingiz haqingizda ma'lumot, telefon nomer. Xo'p, endi bizning leadimiz qayerga tushadi? Telegram botga. Bizga qanaqa formatda, ya'ni text kerak bizga, text. Xo'p, add new qilamiz. To'ki nima? Bu yerda aytayaptiki, create a new bot type, ya'ni yangi bot yaratish kerak. Bot fazerga kiriladi-da, keyin bot fazer orqali new bot yaratiladi. Xo'p, keling birga qilib ko'ramiz. Bot fazer. Xo'p, biz bu yerda new botni boshqatdan bosamiz. New bot. Okay. Biz nima? Test uchun YouTube misol.
oxirida bot degan yozuvni qo'shishimizni so'rayapti. Qaytadan qilamiz. Test uchun YouTube bot. Bitta aytyapti. Xo'p, mana bizga token berdi. Tokenni bu yerga qo'yamiz. Save qilamiz. Xo'p. Endi botni o'zini bergan anaqasi bu. Xo'p. Qaranglar, endi bot qani berdi, bizga ID kerak. Xo'p. Qaranglar. Telegramni o'zdan kirdim. Bot qo'shishimiz kerak. Bu yerga botimizni qo'shamiz. Qo'shildi. Xo'p. Buni endi admin qilib qo'yishimiz kerak. To'laqonli. Endi chat ID so'rayapti. Biz chat ID uchun bu yerga 3 ta bo'lib qoldi. Hozirgi botimiz, kanal gruppamiz. Bu gruppaga siz shu proyektingiz egalarini, sotuv menejerlarini qo'shib qo'yasiz. Hop, bizdan so'rayotgan narsa chat ID shu narsa bo'ladi. E'tibor bering, har doim 100 bilan boshlanishi kerak. Agar 100 bo'lmasa, 311 bilan boshlangan bo'lsa, siz uni bu yerga qo'yayotganingizda 100 raqamni yozib qo'yishingiz kerak. Hop, bu yerda endi biza nima SMS borish kerak? Assalomu alaykum hammaga. Hop, bu yoqqa assalomu alaykum hammaga. Hozirgina Facebook orqali yangilik tushdi, ismi. Hop, mana bu yerda ismini. Ya'ni keyingisi nomeri. Bu misol telefon nomeri. Sizda shu formangiz ichidagi qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu yerga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi haqida ma'lumot. Ya'ni bu yerda o'zi haqida ma'lumot. Xo'p, qarang. Bu yerda sizga kerak bu narsalar любой, masalan, o'zi haqida ma'lumotga siz ismini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Nomeriga masalan, mana bu narsani qo'yib, bu yoqqa buni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Prosta gruppaga bot yozganda bu komanda hisoblanadi. Ya'ni men matnning yonida sen aynan shu narsani tashlashing kerak. Ya'ni bu yerda ma'lumotlar qoldirganda endi bu masalan ismi, nomeri, o'zi haqida ma'lumot, misol har xil savollar yozsangiz bo'ladi. Ya'ni siz shu Facebookdan leadga target yoqayotganingizda shu momentalniy formani ichiga nechta savol yozsangiz, hammasini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol xohlaganingiz bu yoqqa qo'shib qo'yasiz. Yozasizda bu yerdan aynan sizga gruppaga tashlanish kerak bo'lgan narsani ma'lumotni shu yerdan o'zingiz terib olasiz. Aynan qaysi ma'lumot yonida nima deb tashlanish kerak u ma'lumot. Bu yerlarga tegmaymiz. Xo'p, endi bu yerda saqlanib qilamiz va test qilib ko'ramiz. Vot ishlayapti. Okey, zo'r. Xo'p, kiramiz, qaranglar. Mana hozirgina 9:16 bu 1 minut oldin tashlandi. Endi 07 bo'lib qoldi. Assalomu alaykum hammaga. Hozirgina Facebook orqali yangilik tushdi. Ismi Muhammad Ali, nomeri bunaqa, o'zi haqida ma'lumot. SMM mutaxassisi. Bu yerda endi bu ma'lumot formaning ichidagi ma'lumotlar. Bu yerda ham biza boya men sinab ko'rdim. Ishlayapti. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, Instagram, Telegram sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan yana tez orada ko'rishamiz.